Almaty onkologiya ilmiy markazi va Ostona neyroxirurgiya ilmiy markazining yetakchi mutaxassislari ishtirokida Respublika onkologiya markazi Buxoro filialida 10 ga yaqin murakkab jarrohlik amaliyoti bajarildi. Kecha kuni bizda 3 ta bemorimizda juda katta jarrohlik amaliyotlari amalga oshirildi. Bugun bu amaliyotlar yana davom ettiriladi. Bugun ham bizda bemorlarimiz o'sha yuqori texnologiyali operatsiyalar, ya'ni jarrohlik usullariga tayyorlangan bemorlarimiz bor. Bugun biz o'sha qozog'istonlik hamkasblarimiz va qolaversa bizni o'zimizni filialimizda ishlayotgan bizni hamkasblar bilan birgalikda mahorat darslari o'tkaziladi va mana shu yuqori texnologiyali operatsiyalar bizni bemorlarimizda birgalikda amalga oshiriladi. O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasida sog'liqni saqlash sohasida hamkorlikni yanada rivojlantirish va kengaytirish maqsadida tashkil etilgan Qozog'iston tibbiyot kunlari har ikki tomon soha mutaxassislari uchun foydali kechib, o'zaro tajriba almashish imkonini bermoqda. Ushbu hafta davomida tibbiyotning qator yo'nalishlarida master-klasslar, ma'ruzalar va yuqori texnologik operatsiyalarda ishtirok etamiz. Bu nafaqat onkologiya yo'nalishi, balki kardiologiya, ko'z mikroxirurgiyasi, neyroxirurgiya kabi yo'nalishlarda tajribalarimizni o'rtoqlashamiz. Shu kuni onkologiya markazi Buxoro filiali va Qozog'istonning yetakchi tibbiyot muassasasi bilan imzolangan hamkorlik memorandumi ham yangi tashabbuslarni o'z ichiga olgani bilan ahamiyatli. Bu kun imzolangan ikki tomonlama memorandum sohada amalga oshiriladigan hamkorlikdagi ishlarni yanada rivojlantirishga xizmat qiladi. Bunda kadrlar salohiyatini oshirish, tajribalar almashinuvini kengaytirish muhim rol o'ynamoqda. Umid qilamanki, bu hamkorlik sohadagi yangi yutuqlarni o'zlashtirishda muhim. O'zaro muloqotlar, ma'ruzalardan so'ng o'zbekona qadriyat bilan mehmonlarga buxorochi zardo'zi to'nlar kiydirilib, esdalik sovg'alar topshirildi.